İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 4. bölüm davamı. Ata-anaga yaxşılıq qilish, cihad qilishdanmı afzaldir. Allah Taala'nın dinini himoya qilish yo'lida cihad qilish İslamdaki har qandaq ibodatlardan ulug' va sharaflidir. Jihadda şehit bo'lgan shehidlarning hisobsiz, savolsiz udul jannatga kirdiganligi haqida kelgan hadislarmi ko'p. Ammo ata-onaga yaxshilik qilish jihad qilishdan afzaldir. Shuningdan ko'rishga bo'ldiki, ata-onaga yaxshilik qilishning islom dini nazarida naqadar ulug' ibodat ekanligi shaksiz haqiqatdir. Ibn Umar raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, jihadga chiqish uchun uningdan ruxsat so'raganda, payg'ambar alayhissalom u odamdan: "Sening ota-onang hayotmi?" deb so'raydi. O adam: "Ha, hayot" deb javob berganda, payg'ambar alayhissalom bu odamni: "Sen ularning xizmatini qilish orqali jihadning savobini topqin" deb qaytardi. Abu Said raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Yamanlik bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, o'zining Madinaga hijrat qilib kelganligini aytganda, payg'ambar alayhissalom uningdan: "Yamanda biror kishing bormi?" deb so'raydi. O odam: "Ota-onam bor" deb javob berganda, payg'ambar alayhissalom: "Ular sana bu yerga kelishingga ruxsat berganmi?" deb so'raydi. Bu odam: "Yo'q" deb javob bergandan keyin payg'ambar alayhissalom uningga: "Ularning yoniga qaytib berib ruxsat so'rag'in. Agar ular ruxsat bermasa, ularning xizmatini qilg'in" deydi. Anas raziyallohu anhu rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men jihad qilishni arzu qilaman, ammo uningga qodir bo'la olmayman. Qanday qilsam jihad qilganning savobiga erisha olayman?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom uningdan: "Ota-onangdan biror hayotmi?" deb so'raganda, bu odam: "Onam bor" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom bu odamga: "Alloh seni onangning xizmatini qilishga muyassar qilsin. Agar sen shunday qilsang, haj qilganning, umr qilganning va jihad qilganning savobini olasan" deydi. İslam dini ata-onalarning qadrini shunchalik ko'tarib, ularning haqlarini shunchalik qadrlaydiki, hatto ular kofir, mushrik bo'lgan taqdirdami, bolalarning ularga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Agar ata-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Ularga dunyoda yaxshilik qilgin. Shuning uchun birovning ota-onasi agar kofir bo'lgan taqdirdami, Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan barliq ishlarda ularga itoat qilishi, xizmatlarini qilishi, ularni hurmatlashi islom shariatida buyurilgan qarzdir. Ata-onaga ular vafot bo'lgandan keyinmi yaxshilik qilish. Abu Said raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Biz payg'ambar alayhissalomning atrofida o'ltirdik. Salima qabilasidan bir odam kelib: "Ya Rasululloh, ota-onamga qilishdish yaxshiliklardan ular vafot bo'lib ketgandan keyinmi bormi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Albatta bor. Ularning haqqida duo qilish, ularning gunohlarining mag'firat qilinishini tilash, ularning ahdlarini yurgizish, ular orqali qilinib kelgan sil-rahimni davom qildirish, ularning birga o'tgan do'st birodarlarni hurmat qilish" deb javob berdi. Bu hadisdan shuni ko'rish bo'ldiki, ota-onalarning bolalar uchun qilgan mehnatlarini ularga qanchalik yaxshilik qilibmi ado qilib bo'g'il bo'lmaydi. Ular o'lib ketgandan keyinmi bolalarning gadanlarida ularga duo qilish, gunohlarining mag'firatligini tilash, ularning vasiyatlarini amalga oshirish, ularning do'stlariga do'st bo'lib, ularga hurmat qilish, ularning irodasiga vorislik qilish qatorliq haqlarning qolganligi va bu haqlarni ado qilishning zarur ekanligi aniq bir haqiqatdir. Ananing haqqi otaning haqqidan cho'ngdir. Analarning bolalar ustidagi haqlari otaning haqlaridan ko'pdir. Shuning uchun analarning haqlari ularni ado qilish jihatda otalarning haqlaridan afzal va avvalgi o'rin turishga tegishli. Chunki onaning bolasini qo'sqida ko'tarib, tug'ib, emitib cho'ng qilib qator qo'yish jarayonida chekkan jafo mushaqqatlari, otaning oilaning kamlarini bar qilib, uning ehtiyojlaridan chiqish yo'lida chekkan mehnatlaridan albatta ig'ir va ko'pdir. Shuning uchun islom dini analarning bola tug'ib cho'ng qilish yo'lidagi mehnatlarini alohida qadrlab, ularning haqlarini otalarning haqlaridan avvalgi o'rin qo'ydi va bolalarning bu haqlarni o'z yo'lida to'liq o'rindashni tavsiya qildi. Bu to'g'rida payg'ambar alayhissalomning muni hadisi rivoyat qilingan. Abu Hurayra raziyallohu anhu mundaq deydi:
Bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, yaxshilik qilishim uchun eng haqli bo'lgan kishim kim?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga "Anang, ya'ni yaxshilik qilishingga eng haqli kishi anang" deb javob bergandan keyin bu odam "Uningdan qolsichu?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom yana "Anang" deb javob berdi. Bu odam yana "Uningdan qolsichu?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom yana "Anang" deb javob berdi. Bu odam yana "Uningdan qolsi kim?" deb so'raydi. Bu chaqda payg'ambar alayhissalom "Atang" deb javob berdi. Ata-onalarga rahim shafqatli bo'lishning zarurligi. Ata-onaga rahim shafqatli bo'lish, ularni qandaqli bir ravishda bo'lmasin, ranjitib qo'yishdan saqlanish, ularni asrash, ularga jandil xizmat qilib, ko'ngillarni elish, moddiy va ma'naviy yukini yengillatish, ko'ngilsizliklarga tasalli berib, yenida bo'lish, xushalliqlarni birga tantana qilish qatorliq ishlarni taqozo qildi. Ata-onasini qaqshitib, ularni zar-zar yig'latganlarga, ularga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Ata-onasini aldab qo'yib yigitlar bilan xubayani munosabat qurgan qizlar ata-onasiga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. İmtihandan o'tolmay qolsa, ata-onasining qattiq bearam bo'lganligini bilib turib, yaxshi o'qimagan o'quvchilar ata-onasiga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Uyga kirganda yoki chiqqanda eshikni ata-onasini chuchitadigan shaklda qattiq ochadigan yoki yopadiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Ata-onasi so'z qilganda ovozini ularninkidan yuqori ko'targanlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Ata-onasini har doim ziyorat qilib yo'qlab, hol-ahvol so'rab turmasdan, telefon orqali hol so'rab qo'ydiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Halbuki, ata-ona bolalarining telefondagi ovoziga emas, balki ularning didorini ko'rishga, peshonasiga suyib qo'yishga muhtoj. Ata-onasiga ehtiyojli narsalarni avatib qo'yib, ularni haftalab, oylab, hatto yillab ko'rmaydiganlar ularga rahim shafqat qilgan bo'lamdi. Halbuki ata-onalar bolalarining mol dunyosiga, sovg'a salomlariga emas, balki ularning didoriga muhtoj. Ata-onalarni bu ne'matdan nima uchun mahrum qilamiz? Shaksizki, mundaq qildiganlar ata-onasini qaqshatquchi baxtsizlardir. Ata-onalar haqida tavsiyalar. Hürmetli kitapxon, agar siz dunyo va oxiratning yaxshiliklarini qo'l keltirmoqchi bo'lsangiz, buni tavsiyalarga amal qilgaysiz. Ata-onaga yaxshilik qilish tuvandikicha bo'ldi. 1. Ata-onaga har vaqt adab bilan so'z qilish. 2. Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan har qanday ishda ularga itoat qilish. 3. Ularga mehribonlikni ko'rsatish, hech vaqt ularga g'azab bilan qaramaslik, balki hamisha tabassum bilan qarash. 4. Ularning obro'yini va hurmatini saqlash, ularning ruxsatisiz uylardan bir narsa olmaslik. 5. Ular mamnun bo'lgan ishlarni qilish, hamisha duolarni elib turish. 6. Har qanday bir ishni boshlashda avval ulardan maslahat so'rash. 7. Ularning chaqiriqiga har vaqt xo'sh ata, xo'sh ana deb tabassum bilan hozir bo'lish. 8. Ularning do'st yoralarini hurmatlash, dushmanlarga sadoqat bog'lamaslik. 9. Ular bilan munozir qilishmaslik, ularning xatoliqlari bo'lsa, siliq yo'l bilan ko'rsatib berish. 10. Ularga so'z qilganda ovozini ko'tarib, ularni bearam qilmaslik, ularning so'zlarini adab bilan quloq silib anglash. 11. Ularning uy ichidagi sirtdagi ishlariga yordamlashish. 12. Ularning ruxsatsiz safarga chiqmaslik, agar aldirash yuzdan ketib qolgan taqdirdami, ulardan shu hamon kechirim so'rash. 13. Ularning uylariga xususan ular uxlayotgan vaqtlarda ruxsatsiz kirmaslik. 14. Ularning mehmonlari kelganda qo'l bog'lab turib xizmat qilish, zarur ishi bo'lsa-mu qo'yib, ularni mehmonlar oldida yolg'iz tark etmaslik. 15. Ular bilan birga tamoq yeganda ulardan burun dasturxonga qo'l uzatmaslik. 16. Ularga hargiz yolg'on so'zlamaslik. 17. Ayolni va bolalarni ulardan ustun ko'rmaslik. 18. Birga yo'l yurganda ularning oldida yurmaslik, birga o'tirganda ulardan yuqori o'tirib olmaslik. 19. O'zi qanchalik cho'ng mansabli kishi bo'lsa-mu yoki katta olim bo'lsa-mu, ota-onasiga mansub bo'lishdan takabburlik qilmaslik. Ular oldida hamisha kamtar bo'lish. 20. Ularga moddiy jihatdan yordam qilishda bexillik qilmaslik, ular uchun o'zlarini unutish. 21. Ularning mehnatlarini qadrlab turish, ularni ziyorat qilib turish, hadiya sovg'atlarni taqdim qilib turish. 22. Ularni g'azablantirishdan ehtiyot qilish, ko'ngillarini ayash. 23. Ular bergan narsalarni tashakkur etish bilan qabul qilish. 24.
Ularning xushalliqlarini tabriklab, birga xushal bo'lish, ularning musibatlariga tasalli berish. 25. Ularning yuz xotirasi uchun ular yaxshi ko'rgan farzandlarini yaxshi ko'rish. 26. Ayoli ular bilan jidallashib qolganda, ularning o'tirisida odillik bilan ish ko'rish. 27. Ata-ona vafot bo'lib ketgandan keyin ularning qabrlarini ziyorat qilib turish, ularning vasiyatlarini yurgizish. 28. Ularga vakolatan sadiqlarni qilib turish. 29. Ata-ona hayot bo'lsin, mayli vafot bo'lib ketgan bo'lsin, ularning haqqida. Ey Allah, meni va ata-onamni kechirgin deb hamisha duo qilib turish. 30. Har qanday kishi ata-onasi qilgan muomalasining o'xshishini o'z bolalaridan cho'qim ko'rdi. Ya'ni ata-onasini qaqshatganlarni ularning bolalari qaqshatadi. Ata-onasini rozi qilganlarni ularning bolalari rozi qiladi. Shuning uchun bu olam o'tni olam deyildi. Bu jamiyatimizda uzun yillik tariximizda ko'p tajriba qilinib, har kishining nazarida reallik aylangan bir haqiqatdir. Ata-onani qaqshatishning gunohi. Balalar tarafidan ata-onalarning ko'ngliga tegib qo'ydigan yoki ularni ranjitib qo'ydigan har qanday so'z harakatlarning sodir bo'lishi ata-onalarni qaqshatganlikdir. Alloh taolo osiylik bo'lmaydigan har qanday ishda ularning so'zlarini anglab, ularga itoat qilish intayin zarurdir. Shariat iste'mol bo'yi aytganda farzdir. Buning asosan ata-onalar ehtiyoj yoki zaruriyat yuzasidan bolalarini nafli, ixtiyoriy yoki farz kifoya bo'lgan amallarni tark etishga zo'rlagan holdami ularga itoat qilish lozim. Ammo farz ayin bo'lgan ishlarni qilishdan to'ssa yoki harom ishlarni qilishga zo'rlasa, bu vaqtda ata-onalarga bu ishda itoat qilmaslik lozim. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Allohga osiylik bo'lgan ishda bandaga itoat qilishga bo'lmaydi. Ata-onalarni qaqshatish eng cho'ng gunoh kabirlarning qatoridandir. Kishi qanchalik yaxshi bo'lib ketib, Alloh taologa shuncha sodiq bo'lsa-mu, otasini yoki onasini qaqshatgan ekan, u hargizmi Alloh taoloning rahmatiga erisha olmaydi. Ya'ni jannatga kira olmaydi. Payg'ambar alayhisalom ata-onalarni qaqshatishning gunohi to'g'riliq mundaq deydi: Alloh taoloning nazarida eng qabih yomon odam 3dir. Ularning biri ata-onasiga mutakabbirlik qilib, ularni faqir ko'rgan kishi. Ikkinchisi kishilarning orasida yolg'on ig'volarni tarqatish orqali ularni bir-biriga dushman qilgan odam. Uchinchisi er-xotin o'rtasida yolg'onni gap tarqatib yurish orqali ularning orasini buzib, uning ayolini ilishni maqsad qilgan odam. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhisalom gunohi kabirlar to'g'riliq so'ralganda mundaq degan: Gunohi kabirlar Allohga shirik keltirish, ata-onasini qaqshatish, nahaq odam o'ldirish, yolg'ondan qasam qilishdan iboratdir. Ya'ni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: 3 xil odamga Alloh jannatni harom qildi. Ularning biri haroqdan bosh ola olmaydigan odam, yana biri ata-onasini qaqshatgan odam, yana biri dayus odam. Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: 3 xil odamning qilgan amallarining foydasi yo'qdir. Ularning biri Allohga shirik keltirgan odam, yana biri ata-onasini qaqshatgan odam, yana biri jihad maydonidan qochgan odam. Payg'ambar alayhisalom yana mundaq deydi: Allah bütün cho'ng gunohlarning jazosidan xalqini qiyomat kunigacha kechiktirdi, faqat ata-onasini qaqshatganning jazosini o'lishdan burun mushu dunyoda uning ko'ztidi. Ata-onasini qaqshatganning gunohi to'g'riliq kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. İslam nazarda eng kechirilgisiz og'ir gunoh shirik bo'lsa, shirikdan keyinla ata-onasini qaqshatishning gunohi keladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Ya'ni Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ata-onalarga qadr-qilib xizmat qilishinglarni farz qildi. Ya'ni imonning keyinli buyurilgan eng avvalgi ish Alloh taologa shirik keltirmasdan uni bir bilib ibodat qilish bo'lsa, uningdan keyinli buyurilgan taklif ata-onaga yaxshilik qilish deganlikdir. Ata-onaga yaxshilik qilish naqadar ulug' ibodat sanalsa, ata-onani qaqshatishmi shunchalik og'ir gunoh kabirdir. Alloh taolo har qanday og'ir gunohlarning jazosini oxiratga kechiktirgan taqdirdami, zulm va haqsizlikning jazosini oxiratga kechiktirgani yo'q. Ata-onani qaqshatish ularga eng og'ir darajada zulm qilganlikdir. Alloh taolo zulmning jazosini mushu dunyoda ko'rsatib keldi. Hayotdagi tajribalar va yashayotgan jamiyatimizdagi ata-onasini qarg'ish organlarning ichinish oqibatlari haqida ko'rgan, bilgan, anglaganlarimiz bizga ochiq saboq bo'lishga yetarlikdir. Hatto xalq maqollalarimizda 2 xil odam ishlamasin bo'ldi. Ularning biri ata-onasining duosini olgan odam, yana biri ata-onasini qaqshatgan odam deyildi.
Haqiqatan bu söz to'g'ri aytilgan. Chunki ota-onasining duosini olgan kishi garchi oz ishlasimi, Alloh taolo uning ishiga barakat ato qildi va uningga qulaylik yaratib berdi. Ota-onasidan qarg'ish olgan kishi qanchalik ishlasimi, o barakatdan Alloh taoloning yordamidan mahrum bo'lg'achqa, uning ishi oldiga mangmaydi, topqanlari rivoj qilmaydi. Mana bu reallikdir. Demak, Alloh taoloning rizosiga erishalmagan bir kishi hargizmi uning yordami, rahmati, marhamatiga erishalmaydi. Ata-onaning balalar uchun qilgan har qanday duosi tez ijobat bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: 3 xil odamning duosining ijobat bo'lishida shak yo'q. Ularning biri zulmga uchragan kishining duosi, yana biri musofir kishining duosi, yana biri ata-onasining balasi qilgan duosi. Alloh taolo Tavratda Musa alayhisalomga mundaq degan: "Ey Musa, ata-onangni hurmatligin. Kimki ata-onasini hurmatlaydigan, uning umri uzun bo'ladi. Uningga o'zini hurmatlaydigan farzand ato qilindi. Kimki ata-onasini qaqshitadigan, uning umri qisqaraydi. Uningga o'zini qaqshitadigan shaqiy bola ato qilindi." Bu mavzudagi umrning uzun bo'lishidan maqsad uning barakatli bo'lishi demakdir. Masalan, Alloh taolo umriga barakat ato qilgan kishilar, garchi oz umr ko'rsimi, uzun umr ko'rgan kishilar hosil qilolmagan yaxshiliklarga, dunyoning lazzatlariga erisha oladi. Dunyodan armoni qolmaydi. Alloh taolo umriga barakat ato qilmagan kishilar, garchi uzun umr ko'rgan bo'lsa-mu, ular bu umriga loyiq dunyoning yaxshiliklariga, armonlariga erisha olmasdan, balki hasratga ketadi. Ömrü qısqa bo'ladi deganlikmi, ömrü barakatsiz bo'ladi deganlikdir. Chunki ömür o'z yaxshilikning sababi bilan uzrab, yomonlikning sababi bilan qisqarib ketadigan narsa emas. Balki u inson tug'ilishdan burun bitilib bo'lgan taqdirdir. Faqat uning barakati o'zgaraydi.